alaykum. O'zbekistonliklar, mana bugun biz Amerika Qo'shma Shtatlarining Ohio shtatida mana masjiddamiz. Qurbon hayit namozi o'qilmoqchi soat 8:00. Namoz o'qishga oldin Qur'on kitoblar berilyapti $1000 dan $5000 Oltita bo'ldi. 50 ta. Ana 7 ta. Yana kim bor? 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, yana 16, yana 16. $1000, 17, 18, 50 ta bo'lsa kerak. 19, 20, 21, 22, 23, 50 ta, 23, 24, 25, 25, yarmi bo'ldi. Aziz vatandoshlar, 26, mana shu yurtdoshlarimiz Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lsa 27, o'zbekligini, 28, musulmonligini yo'qotmagan o'zbeklar. 29, ha, to'ybalar. Qani? Amerika 30. Qo'shma Shtatlarining 50 ta bo'lsa kerak. 20 ta qoldi. 30. 1000 ta deydi. Yana 17 ta qoldi. Qancha odamlar bor uchun Yo'q, 38 bo'ldi. 38. Ha, 34. Islomiy maktabning katta 35. sport zali ijro 35. masjid 35 yana ko'chada juda kuchli 35, 36, 37, 37, qani? 38, 12 ta qoldi. 39, qani yana? 40-chi. 40-chi qani? 40, 10 ta qoldi. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ta mayli beraveraylik. Alloh razı olsun. Takbir. Allohu akbar. 53, ha 50 ta osh ketdi. Hozirga 7 ta osh qolaveradi. 60 ta ketsa kerak. Alloh razı olsun hammangizdan. Xudo xolasa birgalikda sizlar bilan keyingi masjidda eshitdingizda sovg'ani berishadi. Paketda bor. Hop. Ha, hozir yotiriladi, qolsa zeli qo'yamiz. Ha, sovg'asi 500 bo'lsa ham sizlar xayr qilib, boshqa ta'kid qildilar. Yaxshi bo'ladi. Kimdir bugun xayr kunlarda Ramazonda bir necha bor sovg'a bo'ladi. Yozimizda bugun hammaga hisob qilinglar, men $500 $100 yo'q bo'lsa ham $25. Bir kishi bormi? Odaga sizga qarang. Mana shu 1000 ta odam bormi? 1000 ta odam 25 so'm olsa 25 pul beradi. Qarang. Bu hech kimga og'ir etmaydi. Barcha bitta berolmaydigan odam o'zi yo'q. 25 so'm. Turos bera ochiladi, namozdan keyin hamma o'zi qo'yadi. Rahmat hammaga, sog' bo'ling. Hozir namozni taqdirni domlalar tushuntirib beradi. Keyin boshlaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli jamoat. Akbar o'zimiz solib bersam 3 nafar farzandim bor. Alhamdulillah robbil alamin. Katta farzandimiz mana 18 kiryapti. Men qatori ukalar mana Xudandalik bo'lgani bordi. Maqsadimiz masjid qurish, alhamdulillah. Lekin buni orqasida yana bitta ma'no borki, men o'zim solib bersam, inshaalloh agar bolam shunda o'ylab turaman desam, bir muslima oilani nimasi qizini qaraymiz. Shundoq ikkita qiz farzand bor, alhamdulillah. Kelayotgan so'chini albatta surishtiramiz. Qanaqa oiladan kelyapti, kim kelyapti? Demak, zurriyotlarimizni qoldirish uchun, zurriyotlarga qoldirish uchun madrasa, masjid qoldirishimiz kerak. Kim tarbiyalaydi bu bola farzandlarni? Biz o'tib ketgandan keyin. Qaysi shkol, qaysi nima tarbiyalaydi? Hech kim tarbiyalamaydi. O'zimizning qo'limizda kelajagimiz. Alloh taolo sizlar menga berib qo'ydi. Ko'plar. Bu pul duomiz, boshqa duomiz hangoma bo'lyapti, kayfiyat bo'lyapti-ku, lekin buni orqasiga ma'noni bir chaqirdik aldi. Hech kim ertaga bilet qo'llamasdi, iyulda yoki yanvarda bo'lib O'zbekistonga ketaman, topganim Alloh baraka bersin, uchastkam bo'lsa quraman yashiradi. Birontamiz hozir aytayotganmiz. Hammamiz aksariyat, Alloh xohlab, lekin aksariyatimizni fikrimizda nima, bola chaqam yaxshi bo'lsa, ish yaxshi bo'lsin, kasb yaxshi bo'lsin.
shunaqa ekan, erta kelajagiga ham qo'rqitmoqmiz, bular tarbiyasiga ham boshqasiga. Men o'zimni misolimdan arz etaman. Farzandimga inshaalloh masjidda borib ilm o'rganaman. Shu kecha kunduz mana aksariyatlari farzand zurriyatli boryapti. Mesjid masjidga boryapti, ICTCga boryapti, Qur'on ta'limini olyapti, islom dinini ta'limini olyapti. Sharoit Alloh taolo o'zimizga berdi. Mana masjid qur, madrasa qur, mana imoming bor, mana domlang bor, masjidda o'qisin. O'zimiz uchun o'zimiz qilaylik aslida. Inshaalloh taolo. Alloh xayr etsin. Ajdod tavsiyasidan chiqibdi. Ama ko'proq sotmoqchilik, sal kamroq qoldi. Hozir yetkazib beramiz. Boshinglarga uyga osib qo'ysanglar, ham reklama bo'ladi. Ko'chada kimdir ko'rsa, masjidda qiladi, zerlaydi. Da'vat qilganda ham teng sovuq qiladi, sovuq ishlaydi bo'ladi. Boshinglarga orqasiga uyga yopishtirib qo'ysanglar, bitta qo'ygan ko'zingizga tushadi. Hisob qilib berdim, hisob qildim. Shoh nazariga olganimiz tayyorlab berganlar, hatto qog'ozlar ham bor. Sal o'g'limga qoldi, keyingi qurbon qaytib hammaga yedirganlar, sal kamroq bo'lib qoldi. Bu ham to'g'ri kelgan. Yetgancha anaqa ham qo'yib qo'yamiz, olib ketaylik bo'ladi. Rahmat qilib, sog' bo'ling. Domlamiz ozgina hozir tartibini ozgina tushuntirib beradilar, keyin inshaalloh namoz boshlaymiz. Rahmat. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Hammamiz hayit namozi o'qiyapmiz, lekin yilda 2 marta bo'lganligi uchun insonni hayolidan ko'tarilib qolish ehtimoli bor. Shuning uchun bir eslatib qo'yamiz. 2 rakatli hayit namozini o'qishga niyat qildim deb niyat qilamiz. Imomga iqtido qilib sanoni o'qiymiz. Subhanakallohumma o'qib bo'lganimizdan keyin imom 3 marta takbir aytib, qo'lini o'sha boshidagi takbiri tahrimadagi kabi quloq barobariga ko'taradi. Jamoat ham birga ko'tarishadi. Takbirlarning orasida qo'limizni yonimizga tushiramiz, 3-dan keyin bog'laymiz. Imom Fotiha va bir zam sura qiladi. Birinchi rakatni ruku sajdalarni qilamiz. Ikkinchi rakatga turganda imom qiroat qiladi, Fotiha, zam sura. Zam suradan keyin 3 marta takbir aytib, qo'limizni qulog'imiz barobariga ko'taramiz. 4-chisida inshaalloh rukuga ketamiz. Va namozimizni har doimgidek oddiy namoz qanaqa o'qilsa shunaqa o'qib salom berib tugatamiz. Namozdan keyin qisqa xutba bo'ladi inshaalloh. Xutbadan keyin duolarni birgalashib qilamiz. Bunaqa holat bo'lganda, joy tanqis bo'lganda siqilibroq o'tirib turamiz. 10-15 minut uzog'i. Namozda o'ziga bir 5-7 minut ketadi. Yaqinroq turib, siqilibroq turamiz. Birodarlarimizga joy bo'shatamiz, kengaytiramiz. Inshaalloh Alloh taolo jannatda joylarimizni keng qilsin. Endi turib saflarni rostlab olamiz. Saffon. Namoz o'qishga hamma tarafimizdan boshladik. Bismillahirrahmanirrahim. Allohu akbar va lillahil hamd. Allohu akbar. La ilaha illalloh. Allohu akbar. Allohu akbar va lillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين.
وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم سميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بكم قائلا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bu Ramazonda iymon bilan savob umidida tutgan ro'zalarimizni ham qabul qil. Qiyomul laylarimiz, taroih namozlarimiz, somi bo'lgan xatmi Qur'onlarimizni ham Alloh o'zing husni qabul ayla. Savobini ko'paytirib ber. Bu oydan gunohlarimizdan forig' bo'lgan holimizda, jahannam o'tidan ozod bo'lgan holimizda chiqmoqligimizni nasib ayla. Alloh taolo gunohlarimizni mag'firat qil. Biz ojizmiz. O'zing g'afursan, o'zing g'afforsan, gunohlarimizni mag'firat qil. Tinchlikda, salomatlikda, iymon salomatlikda bu hayitlarga erishtirding. Alloh hayitlarimizni muborak aylagin. Qayta bunday hayitlarga o'zing tinchlikda, xotirjamlikda erishtirgin. Alloh taolo jamoatimizni bosgan qadamlariga ajr va hasanat yozgin. Hammamizni o'zing rozi bo'ladigan hayotga muvaffaq aylagin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar. Bismillahir rahmanir rahim. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال
للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. Ey Parvardigorom, o'zingga hamd sano bo'lsin. Ulug' kunlarda turibmiz. Ro'zalarimizni, qiyomlarimizni, sadaqat ehsonlarimizni Alloh qabul qilgin. O'qilingan Qur'onimizni dargohingda qabul qilgin. Sohibi Qur'ondan Alloh rozi bo'lgin. Bular ustozlardan, ota-onalardan rozi bo'lgin. Hosil bo'lgan savoblarni ziyoda qilgin Parvardigorom. O'qilingan Qur'onlarimizni qalblarimizga nur qilgin. Xonadonimizga munavvar bo'lishligiga sabab bo'lgin. O'tganlarimizni qabrlarini munavvar qilishligiga sabab bo'lgin ya Rob. Hosil bo'lgan savoblardan Sayyidimiz Habibimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam, sahobiylar, tabi'inlarimiz, muhaddis ulamolarimiz, mufassirlarimiz, muhaddislarimiz, silsila-i saodat sohiblarini, xosatan ruhiy tarbiya ustozlarimiz hammalarini bahramand qilgin. Xosatan ushbu jamoatga kelib kerakli namozlarni o'qib, ro'zalarni tutib, o'zingni dargohingda ojizlik bilan qo'l ochib turgan aka-ukalarimiz, o'tganlarimizdan umidvorlarimizni Alloh bahramand qilgin. Jafokash xalqimizga o'zing quvvat bergin Parvardigor. Bularni qilgan yaxshi amallarini qabul qilgin, ro'zalarni qabul qilgin, siyomlarni, qiyomlarni qabul qilgin, duolarni mustajob qilgin ya Robbiligim. Bularning hojatlarini ravo qilgin, xonadonlarni, zurriyotlariga barakot bergin, ahli iymon, ahli taqvolardan bo'lishligini Alloh nasib qilgin. Bularning hojatlarini ravo qilgin, so'raganlarni eng afzallarini ber, tilaganlarni eng go'zallarini ber, bularga ikki dunyo saodatini ber, dunyoda ham yuzlarini yorug' qilgin, qiyomatda ham siddiqlar, shahidlar qatorida bo'lishlik baxtini bularga ber ya Robbiligim. Jamoatimizdan rozi bo'lgin. Qurayotgan masjidimizga qilayotgan hissalarini o'zlariga ikki dunyoda zahira qilgin. O'tganlarning ruhlarini shod bo'lishlariga Alloh sabab qilgin. Ya Rob, dunyoda bir farzand qoldirgan edim, sadaqa-i joriya qildi. Mana qiyomatgacha ruhimni shod bo'lishligiga sabab bo'ldi deb ruhlar olamidagi ruhlarni shod bo'lishligini Alloh nasib qilgin. Hojatlarimizni ravo, befarzandlarga farzand ber. Qarzdorlarga najot ber. Safarlarda yuramiz. Safarlarimizni kecha-yu kunduz o'zingga yaqin qilgin. Uylanish maqsadida yurayotgan birodarlarimizga o'zing mutahhara, ko'zi quvontiradigan juftlar halollarni ato aylagin. Uylanganlarga hazinaynan o'g'il qizlarni solih va soliha qilib ato ayla Parvardigor. Namozlarimizni qabul qilgin, duolarimizni mustajob qilgin. Imom domlarimizdan ham Alloh rozi bo'lgin. Bularni adalarni qilgan mehnatlarini Alloh qabul qilgin. Ana shunaqangi o'xshagan xalqimizdan olimlar, ulamolar, homil Qur'onlar, mujtahidlar chiqishlarini Alloh sizlarga nasib qilsin. Farzandlaringizdan tangla qiyomatgacha yaxshi insonlarning silsilasini Robbim egam, solih insonlar, soliha insonlar silsilasini qiyomatgacha uzmay Alloh. Allohumma taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Va sallallohu ala sayyidina va nuru qulubina Muhammad وآله وأصحابه أجمعين بفضلك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله. Hamalarimizga ushbu ayyomlar hayit muborak bo'lsin. Mana vatandoshlar, qadrdonlar, mana hamma mana masjiddan chiqib ketishyapti. Yuzlarida tabassum, hayit bayrami munosabat bilan mana insonlarning yuzidagi tabassumni ko'rib quvonasizlar. Mashinani ko'pligini aytmaysiz. Haqiqiy mashinani ko'raman desangiz, mana shu yerga keling. Hamma O'zbekistonda va butun dunyodagi esingi davlatlarda bizni kuzatayotgan insonlarni
Hayit bayrami muborak bo'lsin deb tabriklayman. Hammaga hayit muborak bo'lsin. Yanagi hayitlarda sog' omon uchrashish sizni bizlarga nasib qilsin. Amin. Amerikada shunisi yaxshi ekan. Bitta xonada ayollar namoz o'qishar ekan. Bitta zalda erkaklar. Mana sizga Arabiston Makkadagi holatning ko'rinishi. Maşallah. Mana Ulug'jon bilan Ozodjon hayit bayramlari muborak bo'lsin. Bundan 6 yil oldin bu yigit bilan uchrashganmiz. Mana qarang, ko'rkam, qanaqa yuzdan nur yog'ib turadi farishta. Rahmat o'g'lim. Hayitlaringiz muborak. Birga bo'lsin. Rahmat. O'ting uyga. Ko'rishamiz bir. Bo'ldi o'g'lim. Bo'ldi o'g'lim. Bugun o'tarsizda. Hayit bayramlaringiz muborak bo'lsin. Qadrdonlar, azizlar, yanagi hayit bayramida sog' omon uchrashish sizni bizga nasib etsin. Hammalaringizga oilaviy tinchlik, ishlaringizga muvaffaqiyat. Mana shunaqa ko'tarinki kayfiyat hech qachon siz aziz mo'tabar musulmon insonlarning yuzida tark etmasin. Qalbiga mehr, yuziga tabassum hamisha nasib etgani rost bo'lsin, ishlarimiz omadli bo'lsin. Qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar bir-birimizga bo'lgan hurmat, ehtirom yo'qolmasin. Amin. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.